Ramazon oyida yangi uy olib, ota-onamni xursand qilaman deb uy ko'rgani keldim. Toshkent shahrida ham yangi kottejlarimiz kvartirani narxida berilyapti ekan. Uyimiz lekin juda ham chiroyli qurilgan ekan. Birinchi xonasi kengina, chiroyli mehmonxona qilingan ekan. Menga yoqqan tomoni o'zini podvollari ham bor ekan. Podvoliga hovlisidan tushsanglar bo'lar ekan. Bu oshxonasi ekan. Chiroyli qilib fartukni kafillarni ham terib qo'yishibdi. Gap yo'q. Bu tomonda bo'lsa yotoqxona qilingan ekan. Bu xonani ota-onamga qilib bersam bo'ladi. Ichida o'zini yuvinish xonalari ham bor ekan. Bu yoqda bo'lsa birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Siz ham ota-onangizga shunaqa chiroyli uy sovg'a qilgan bo'larmidingiz? Fikringizni kommentda yozib qoldiring. Bu yoqda uyimizni balkoni ham joylashgan ekan. Baraka topsin quruvchilar, lekin 1,5 sotixga 2 qavat qilib shunaqa 5 xonali uylarimizni qurishgan ekan. Uyimiz menga yoqdi. Menimcha kvartiradan ancha yaxshi. Nima deysizlar? Bunaqa xonadonimizdan 2 dona qopti. Siz ham ulgurib qoling. Narxini $115 ming so'rayaptilar. Uyimiz Sergeli Tor avtosaloni ro'parasidagi mahallada joylashgan.